Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Hozirgi kunda ayrim ilmsiz yoshlar eng nozik va hassos masalalarni ko'tarib, musulmonlar birligiga rahna solish bilan shug'ullanmoqdalar. Dinda g'uluvga ketib, g'ayri dinlar haqidagi oyat va hadislarni noto'g'ri talqin qilgan holda ularni musulmonlarni kofirga chiqarish uchun qurol qilib olmoqdalar. Bu juda ham xatarli va qaltis yo'ldir. Ya'ni Qur'ondagi kofirlar, mushriklar to'g'risida kelgan oyatni to'g'ridan to'g'ri musulmonga ishlatishadi. Musulmonni qilgan xatosi, kamchiligiga mana oyatda mushriklarni shundoq degan deb musulmonlarni o'sha bilan ayblashadi. Bu oxiri juda katta xatarli ishlarga olib keladigan, o'sha ishni boshida turganlarni, shu ish bilan shug'ullanib ketayotganlarni hammasi adashganligini, toyilib to'g'ri yo'ldan ketganligini bildiradi. Shunday pallada yoshlarni xatarlardan ogoh etish har bir ziyoli, ma'rifatparvar insonni birlamchi vazifalari sirasiga kiradi. Takfir tushunchasi birovni kofirga chiqarish, kofir deb hisoblash ma'nolarini bildiradi. Shariatimizda musulmon kishini aniq hujjat bo'lmasdan turib kofir deb hukm qilish juda xatarli bo'lib, bu mumkin emas. Rasululloh ko'plab hadislarida qaytarganlar. Alloh taolo o'zini kalomida u ham, ya'ni Alloh ham qaytarib kalomida shundoq deydi: Astag'firullah va la taqulu liman alqa ilaykumus salama lasta mu'minan. Sizlarga salom bergan kimsaga sen mo'min emassan demanglar. Niso surasini 94-oyat karimalari. Alloh taolo mana bu oyatida shoshma-shosharlik bilan birovni mo'min emasligi haqida hukm chiqarishni, bu to'g'rida ish ko'rishlikni qaytarmoqda. Shariatda musulmon insonni uni musulmon ekaniga qarshi dalil topilmaguniga qadar musulmon deb hukm qilinadi. Hatto mo'tabar fiqh kitoblarimizda, masala kitoblarimizda bir odamni 100 ta ayb topildi. Shu 100 ta aybdan bittasi musulmonga xos ayblardan. Shuning uchun o'sha musulmonga xos aybi borligi uchun uni musulmon deb hisoblanadi. Qolgan 99 ta aybiga, nuqsoniga qaralmaydi. Chunki mo'minning qadri, musulmon odamning qadri Allohning huzurida baland. Alloh aytadiki, agar bitta mo'min qolsa yer yuzidagi-yu osmonlardagi barcha mahluqotlar shu mo'minga qarshi bo'lsa, ular ro'parasida Allohni ko'radilar. Ya'ni u mo'minni himoyasiga Allohning o'zi turishligini bu hadis-i qudusiyda Alloh bayon qilgan. Mo'min kishi iymon asoslarini ochiq inkor etishi yoki kufr kalimasini bilib turib o'zi xohlab talaffuz qilishi, islomdagi qat'iy farz qilingan amallardan birini inkor qilishi yoki din shiorlaridan birini masxara qilishi bilan dindan chiqadi. Shunda ham darhol uni kofirlikka hukm chiqarilmaydi. Balki bu shar'iy masala bo'lib, muftiy va qozilar, ishboshilar tomonidan o'rganib chiqib, keyin hukm qilinadi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam la ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh deb turgan shaxsni kofirga chiqarish xatarini bir qancha hadislarida bayon qilganlar. Jumladan Rasululloh sallallohu alayhi va sallam shunday dedilar:
thalathun min aslil iman al-kaffu amman qala la ilaha illalloh wa la nukaffiruhu bi dhanbin wa la nukhrijuhu min al-islami bi amalin. Ravohu Muslim. Imom Muslim rahmatulloh alayh bu hadisni kitoblarida keltirgan ekanlar. 3 toifa ish bor. Iymonni asli hisoblanadi. Birinchisi, kalima keltirgan odamdan qo'lini tortishlik. U to'g'rida har xil gap so'zlarni gapirishdan tiyilishlik. Ikkinchisi, uni gunohi uchun kofirga chiqarilmaydi. Mo'minligi aniq bo'lsa, musulmonlik alomatlari bo'lsa, bu odamni bitta gunohi uchun darrov kofirga chiqarmaydi. Masalan, bu toifalar otasi, aka-ukasi, onasi namoz o'qimasa, osongina kofirga chiqaradi. Namoz o'qimayapti-yu, bu kofir deb yuboradi. Undan keyin kofirlarga qilish mumkin bo'lgan narsani ularga qarab qilishi boshlaydi. Itoat qilmaydi, maslahatlashmaydi, hokazo aloqalarni uzoqlashtirib boradi. Biron bir amali tufayli uni dindan chiqarilmaydi deb Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ogohlantirib turibdilar. Bu ahli sunnat val jamoat Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytgan yo'llarida mahkam turgan zotlarni yo'li. Kim ular deganda ma ana alayhi va ashabi deb javob qildilar. To'g'ri yo'ldagilar, jannatga tushadiganlar, najot topuvchilar kim deb so'rashganda Rasululloh man va mani ashoblarim tutgan yo'lni ushlaganlar, ya'ni sahobalarim va man o'sha to'g'ri yo'ldamiz deb javob qilganlar. Alloh hammalarimizni mana shu haq yo'lda ahli sunnat val jamoat mazhabi bizni yurtimizda bir necha asrlardan beri hammani diniy, dunyoviy ehtiyojiga malham bo'lib kelayotgan Imom Abu Hanifa Hanafiy mazhabida mahkam turishimizni o'zi nasib qilsin. Adashib turli mazhablar, turli yo'llarga o'tib ketishlikdan, adashgan oqimlarni yo'liga o'tib ketishlikdan Alloh o'zi asrasin. Assalomu alaykum va rahmatulloh.